dehqonlardan chiqaring, dehqonlardan deyishadi ko'pchilik. Akalar mana 8 oydan beri boquvda turgan dehqon akamizni qo'ylarini akalar sizlarga obzor qilib beramiz. 60 ta ekan. Bitta like mixlab qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli Bozor olam kanali muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun haftani xudo xolasa seshanba kuni, bugun 17-fevral 2026-yil. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qumbosti mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Xudo xolasa bugungi syomkamizda 60 boshga yaqin chiroyli qo'chqorlar bor. 8 oydan beri boqishyapti. Dehqon akalar, haqiqiy dehqonlar, g'irt dehqon deydi-yu. Shular syomka qilib beramiz. Naslga olaman deganlar o'rgilib qoling aka. Naslga xudo xolasa ichida zo'rlaridan bor ekan. Boqaman deganga yoki ishqibozlikka olib tashlab qo'yaman deganlar 1 metrga yaqin qo'chqorlardan bor. Kilolari ham akalar xudo xolasa 120 kg ustidan kam ham adashmasam. 130-135 kilogacha tirik vazndan qo'chqorlar bor. Shular syomka qilib beramiz. Xudo xolasa syomkamiz boshladi. Birinchi 20 tani chiqaramiz. Laytni mixlab qo'yasizlar. Qo'chqorlarimizni ham o'zi 1 soatda zo'rga chiqarib oldik. Mana Malixon do'stimiz bizga assalomu alaykum. Qo'ylar zo'r boqibsiz. Rahmat, sog'lik. Charchamang. 8 oy bo'ldimi? 8 oy atrofida, shuna. 8 oy atrofida bitta joyda yemlab turilgan qo'ylar, naslenalari ham hamma yo'q zo'r ekan qo'ylar. Yeb itishi hamma yo'q joyida akalar qo'ylar. Udar aka, bundan keyin tish buzmaganlari bor, ha? Tish buzmaganlar. Ular ham shunaqa darajada katta bo'lib ketgan akalar. Ularni ham ko'rasiz. 60 taga yaqin. Bu 20 tami? 20 ta bitta. 20 bosh, ichida akalar bir 7 ta qorasi bor, adashmasam. Qolgani akalar sariq, 6 ta qorasi bor shekilli, ha? 6. Bular necha yasharli qo'ylar? Bular hammasi 2 tish qo'ylar. Hammasi 2 tish qo'ylar. Kelganda tish buzmaganida sheka kelib 2 tish bo'lgan. Mashalloh. Chiroyli boqibsiz lekin. Kilosi o'sha adashmasam 130 kilo o'sha abag'ida. Atrofida bo'lsa kerak, ha, quyuq suyuq. 130 kilo atrofida ko'ryapman. Endi tortilmagan shuni atrofidagilar. Bo'ylari ham xudo xolasa 90 dan baland. Hammasi akalar zo'r qo'ylar ekan. Quloqlari 20 santimetrliklari ham bor ekan. Ishqibozi bo'lsa sotiladi. Bittaga ham optimga sotaverasiz, ha? Sotaveramiz. Ha, bittaga ham optimga sotiladi. Bitta shoqi bordan bor ekan. Xudo xolasa kelasizlar akalar, lakas tashlab berishadi, kelib ustida ko'rasiz. Qo'ylar ham zo'r boqilgan, quruq yemagan, xudo xolasa o'zi aytib turibdi qo'ylarda. Bu qancha deymiz buni? Do'stim, buni hammasi masalan bir joyga olinsa qanchadan narxi ularda? Ammo yirik qo'ylar akalar. Mana qo'ylar qarang. Bularda endi bir joyga bo'lsa aka 15 milliondan aytaveramiz. 15 million so'mdan. Kelib tepasi ko'rsa yana kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Ammo tanlab olinsa ichida o'sha 25 milliongachalarliklari bor. Tanlab olsa, ichida udarlari bor ekan lekin. Endi quyuq suyug'i 15 milliondan beriladi. Quyuq suyug'i 15 milliondan o'tib berasiz-da? O'tib beramiz, o'tib beramiz. O'tib beriladi, lekin akalar kichkina qo'y emas akalar. 130, 135. Lekin tanlab olinsa o'sha ichida juda chiroyli urug'boplari bor, xudo xolasa. Ulardan tanlab olsam, ulardan ham kelishtirib berasiz-da? Kelishtirib beramiz aka, kelishtirib beramiz. Lekin optimga oladigan akalarimiz, darshi boqaman, qurbonlikkacha boqaman degan akalar, ham shu tarvozini tuttirlatib oladiganlar ekan, jonivorlar. Ularni qarang. Chakana katta qo'ymas akalar ular. Balki bizni aytgan kilogramdan kattadir. Endi biz xom taxminga shunaqa ko'ryapmiz. Lekin qo'ylar o'ta zo'r semirgan. Naslenasi ham zo'r. Yo'tal, bo'tal, cho'loq, bo'loq kasali yo'q akalar. Yeb ichishi zo'r ekan. Xudo xolasa kuchli yemda boqilgan ratsionda. Bular keyin yana bitta gap aytib qo'yish kerak. Bular 36 ta olib kelganmiz aka. Ichidan kichkina hali bu mag'rurlarni saralab mana shu 20 ta qoldi. 20 ta qolgan. So'ydik, sotdik. 20 ta uni kashtanni qarang. Endi o'zimizcha o'sha chiroylilarni olib qoldik. Mana kashtanni qarang. Xudo xolasa urib qolib qo'ygan aka mana shularni mana. 1 metrga yaqin qo'ylar xudo xolasa. Xullas akalar 15 milliondan xayri bor deyapti. Kelasiz, ustida savdolashasiz, kelib qo'lni qisib odamni yuziga siq, ustida ko'rsangiz o'tib beriladi. Aytganiga sotilmaydi. Dehqonchilik akalar 8 oydan beri boqishyapti ekan. Endi dehqonchilik bo'ladi, 8 oydan beri ancha mehnat qilishgan. Lekin uncha-munchasiga emas akalar, shuncha qo'ydi. Bu yeganda ham o'zi bir kunda ancha yem yeb qo'yadi bular. Lekin qo'ylar juda chiroyli, nastroyeniyada qo'ylar. 15 milliondan xayri bor ekan, telefon qilasiz, xudo xolasa kelishtirib berishadi, aytganlari bo'lmaydi. Bitta ikkita oladigan ham kelaverasiz, bitta ikkita ham kelishtirib berishadi. Endi holatiga qarab. Hali urug' bopini tanlasangiz, mana qoralar qarang aka, mana. O'sha dahshat ekan mana shular. Xudo xolasa chiroyli qilib, sariqlar bor, udarlari bor. Oldi 25 milliongacha dedingizmi? 25 milliongacha. Uni ham kelishtirib berasiz. Tanlab olsangiz, mabodo kelib tanlansa, masalan bitta olishadimi, 3 ta olishadimi? Endi dastlabki xizmatida akalar uni ham kelishaveramiz aka. Uni ham akalar kelishtirib, nima qilib berilaveradi. Xullas akalar kelaverasizlar. Qo'ylar yeb ichishiga garantiya soni 20 ta, rovna 20 ta, 20 ta. 20 ta.
Ha, kallasini qarang aka. Juda katta qo'chqor mana shu qo'chqor bor. Chakana qo'chqor emas. Jonivorni qarang. Kami xayri bor. Mayda narsa emas akalar. Ertaga urug' sezonida akalar mana shularni 3000 ga ushatmaydi, junni olib turgan qoralarni masalan. 3000, 3,5 desa olib ketishyapti. Mana dehqondan oling endi mana. O'tib berishadi. 15 milliondan Optumga xayri bor. G'aytni mixlab qo'yasizlar. Hozir bundan keyin kichkinalari bor. Ular ham zo'r ekan. Ularni ham bir ko'rasiz aka. Mana akalar keyingi partiyalarimiz chiqdi. Bular qo'zi ekan, ammo vahshiy chiroyli narsalar ekan bular ham. Endi junni ichida turibdilar, bitta junni olib qo'ydi bularni. Urug' boplari ko'p ekan buni ichida. Nechta buni soni? 30 ta. 30 bosh. Qo'zi bular ham? Qo'zi bular, hammasi qo'zi. Ana qo'chqor aka. Dahshatlari bor ekan, urug' qolib qo'yasizmi? Soni 30 ta ekan akalar. Bular ham o'ta go'zal, chiroyli semirgan. Qo'ylarning naslinasi ham zo'r. Bularni boqqanlarga 5 oydan oshib qoldi desa, 5 oy atrofida bo'ldimi? 5 oy atrofida bo'ldi shekilli, adashmasam 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'libdi, avgustdami? Avgust olganman dedingizmi? Sentyabr. Sentyabrda olingan qo'zilar ekan, ammo juda chiroyli semiribdi akalar. Buni ichida 3 ta 4 ta sarig'i bor ekan. Qolgani hammasi qora kashtan ekan akalar. Bulardan ham kilosi yaxshi akalar, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadi. Optumga olgan odam mana shular baraka topasiz aka. Prosentingiz yoradi mana shular ham. Bularni Optumga qancha deymiz do'stim? Hammasini bir joyga olsa. Bularni aka Optumga 7,5 milliondan 7,5 dan. 7,5 dan. Bir joyga olsa, ha? Bir joyga olsa. Hammasini olsa o'tib berasiz-da, bira? Ozmoz o'tib beramiz, ha. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Endi tanlab olishga akalar uni kelishasizlar. Ha, tanlab Biz olishga. aytgan narxlar Optumga bo'lyapti. Masalan, 30 tasini yoki teng yarmini shunday bo'lib, 15 tasini shunday olaman desangiz, Optumga bo'lyapti. Agar ichidan tanlab urug' bopini yoki menga maroz aqiqa kichikroqda olaman desangiz, unga qarab narxni aka plus-minusi bilan yuriladi. Hammasini olganga 7,5 milliondan xayriga, sunnatiga o'tib beriladi. Xullas kelish kerak aka. Kelib ustida ko'rasiz, qo'yni toshlar ostini ko'rasiz, o'tib beradigan joyi bor. Dehqonchilik bilan 5 oydan beri yemda turgan, ammo chiroyli semirgan akalar qo'ylar. Qo'ylar naslinasi ham zo'r. Endi yaxshilikka sotishyapti, hammamiz ham shu. Yaxshilikka olamiz, yaxshilikka sotiladi-da. Qo'ylar yeb ichishi zo'r ekan. Yeb ichishi zo'r, ha? Ha, yeb ichish gap yo'q, vaqt yeb ichishi ichish. O'ta rejimga tushib qo'ygan qo'ylar. Olib shunday boqaverasiz. Qanaqa usulda boqayotgan kelib ko'rib olsangiz, xuddi shunaqa yemni beradi, yemni ko'taradi, bo'kib qoladi. Kasalmikan, bir narsa bo'lmaydi aka, xudo xolasa. 30 ta ekan soni, qarang. O'ta chiroyli semirgan. Hozir ham akalar marosimlarga, aqiqalarga, ehsonga, Ramazonga yetib keldik, Xudoga shukr. O'shalarga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana aka. Aka-ukalar 3 ta 4 ta olaman deganlar bo'lsa, kelaverasizlar. Kelishadigan joyi bor. 7,5 milliondan akalar arzon bo'ldi mana shu qo'ylar. Bu Ramazon oyiga bozorlarda ham oshib ketadi mana shunaqa qo'ylar. Endi kamdan kam odam go'shiga to'g'rilab oladi. Endi bozorga chiqib olganlar kamdan kam go'shiga to'g'rilab oladi. Ha, qo'ylarga qarang. Boquvchiga ham rosa tushadi-da, bular tish buzgan yo'q-a? Yo'q, tish buzgan yo'q. Tish buzgan yo'q. Hammasi qo'zi. Shu 12-13 oylik bo'libdi-da. 1,5 oyog'i bag'ida tish buzadi. Xudo xolasa olingki rahmat aytasiz. Optumga olgan odam xudo xolasa yutadi. Tanlab olishga ham berilaveradi. Kimgadir bitta, ikkita kerak bo'lsa kelaverasiz. Unga ham sotiladi. Optum olish shart emas. Endi mabodo Optum oladigan bo'lsa, chiroyli qilib beriladi-da. Keyingilar akalar mana 6 donami bu? 6 dona go'zallaridan ekanda bular akalar. Отдельно qilib qo'yishgan ekan, dumbalari kelishgan. Haligi nima deydi? Nima deysizlar? Pakrushka dumbami? Yoppa dumba deydimi? Pakrushka dumba degani. Pakrushka dumbadan ekan, chiroyli ekan. Qo'ylar naslinasi hammasi zo'r ekan, qo'ylaringiz naslinasi. Tikka ekan bular, ha, juda zo'r ekan. Bular ajoyib qo'ylar bular. Urug'qa akalar ammo o'sha oladigan. lecheyni hamma narsani qilib turamiz vaqtida qo'ldan kelgancha. O'sha qo'ylar naslinasi zo'r ekanda. Xudo xolasa sog'lom. Qancha qilib berasiz bularni? 5-6 talasini. 6 talasini ham o'sha bular ham 7,5 milliondan. 7,5 dan. Bir kishi olsa o'tib berasiz? Bir kishi olsa o'tib beramiz. Akalar talashmayapsiz, tortishmayapsiz deb kommentariyga yozishingiz mumkin. Hali videodan oldin bo'ladiganini gaplashib olyapmiz. 8 million aytaymi, keyin o'tib beraman 500 ming deb bo'lishini aytavering deyapman. Shuning uchun akalar to'g'ri tushunasizlar. Endi qo'y yoqqan bo'lsa, kelib talash tortishib olasiz. Ustida kelasiz, qo'ylar ko'rasiz. Qo'l ushashib, hamma narsa 100% bo'lmaydi biz. 100% uchoncha ishlab o'tadi. Qachon oluvchi bilan sotuvchi ikkalasi bir-biriga ko'ngli to'g'ri kelib baraka bo'lsa, keyin baraka bo'lib pul sanaysiz-ku. Endi ilojini boricha yaqin qilib aytishga harakat qilyapmiz. 7,5 milliondan o'tib berish ekan. 8 million aytaymi deyishadi, yo'qdir. Qanchaga berasiz?
7,5dan ozgina o'tib beraman deyishadi. Mana 7,5 milliondan akalar xayri bor. Soni 6 ta, sog'lom, g'ubori yo'q. Qo'za, Qo'zi, hammasi qo'zi. Bo'ylari akalar 85 yuqori bo'lsa kerak, xudo xohlasa. Yana mana qarang, jonivorlar maşallah. Keyingi qo'chqorlar akalar, oxirgi partiyamiz. Bular tish buzgan bular? Ha, 2 tish, ichida 4 tishlari bor. 2 tish, 4 tish. Qo'lsi ham bormi? Yo'q, qo'zisi yo'q ichida. Qo'lsi yo'q. 8 ta ekan, ha? 8 ta. Bularda ham akalar mana shular hozir ham o'zi prosent yaxshi beradi mana shular. Prosent yaxshi beradigan qo'chqorlar ekan, nima? Semiz ekan. Soni 8 ta, 2 tish, 4 tish ekan. Shishak choriy ekanda. Narsa zo'r yeb ichishi kombayn ekan. Oldiga tashlasangiz, nariga qo'chqorlarga berib kelguncha yeb bo'lar ekan bular akalar. Shunchalik ishtahasi zo'r ekan qo'ylar. O'ta tez yeydigan, bilishos ekan. Qancha deymiz bularda? Bular 8,5 milliondan. 8,5 dan. Xayri bor. Xayri bor. 8,5 milliondan kam bor. Bular tayyor qo'ylar. Ko'rib olaveradi. Videoda katta kichkina ko'rinyapti. 7,5 millionlik ham, 10 millionlik hammasi bir xil ko'rinaveradi. Kelib ko'rib olishga yetmaydi. Kelib ustida ko'rib oling. Soni 8 ta, 8,5 milliondan xayri bor ekan. Sog'lom, hamma emlamalari, nimalari bo'lgan, yeyishi vashshi udor ekan. O'ta tez yeydigan akalar. Qolgan qo'ylarga qaraganda tez yeydigan. Qarang. Dalshi boquvchiga ham tushadi, yengil marosimlarga, ehsonlarga mana qo'shgan boqsiz prosentni yirtadi mana shu. Duosi nomerlarni pastda qoldiramiz. Bozor olamidan deb kelaverasizlar, aytganlari bo'lmaydi. O'tib berasizlar, ha? Albatta. O'zingizga o'xshagan dehqonlarga olib qolsa, yengil qilib beraverasiz. Xudo xolasa. Shu akalar sog' bo'linglar. Hamma ishlariga Alloh baraka bersin. Arzimas videomizga bitta like bosib, yaqinlarga aytib qo'yasiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Ko'rishguncha.